Yaponiya va Tinch okeandagi 13 davlat Xitoyning tahdid faoliyatlariga qarata erkin va ochiq Hind-Tinch okean tasavvurini yo'lga qo'yishga qo'shildi. Yaponiya davlat mudofaa ministri Kishi Nobuo silliq o'tkazilgan Yaponiya Tinch okean taqim orollari mudofaa dialogi boshliqlar yig'inida 13 davlatning mudofaa ministrlari bilan ko'rishib, ikki taraflik va rayon xarakterlik taraqqiyotlarni muzokara qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Qatar va Turkiya bilan yaqindan hamkorlashib, Afg'onistonning poytaxti Kabuldagi Hamid Karzai xalqaro aerodromini tezdan ichib yetadiganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan, Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati yuqori darajalik vakili Josep Borrell Talibanni e'tirof qilmaydiganligini, ammo ma'lum o'lchamda munosabat o'rnatadiganligini aytdi. Helsinkining shahar boshlig'i nurg'unlagan yuqori mahoratli xalqaroliq ishchilarning fin tilining qiyinligi sababidan shahardan ayrilganligini o'tirg'a qo'ydi va Helsinkini ingliz tilida so'zlashadigan shahar deb e'lon qilish taklifini berdi. Shahar boshlig'i mundaq dedi: Helsinki o'zini inglizcha so'zlaydigan shahar deb e'lon qilishi, bu yerda inglizcha so'zlaydiganlarning finlandiyacha yoki shvecha so'zlashga hojati qolmasligi lozim. Shvetsiya Markaziy partiyasining vakillari Shvetsiya parlamenti oldida yig'ilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga va Uyg'urlarni qo'llashga chaqirdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'arif jamiyati tarafidan uyushtirilgan namoyishda Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan qilmishlarining Shvetsiya tarafidan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishini talab qildi. Kolumbiyada sahiya xodimlari Xitoy virusi Mu variantining asosli variantga aylanganligini e'lon qildi. Bu davlatda kuniga 700 odam qazo qilgan 3-to'lqinga Mu variantining sabab bo'lganligi ilgari surilmoqda. Afg'onistonda yangi hukumat tashkil qilinadiganligi mo'ljallangan Talibanning Qatardagi siyosiy ishxonasining muavin raisi Abdulsalom Hanafi tunugun Xitoyning muavin diplomatiya ministri Wu Jianhao bilan telefonlashganda Xitoyning bir balvoq bir yo'l turini qo'llaydiganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Hanafi Talibanning unumli tadbir qo'llanib, Afg'onistondagi Xitoy organlari va xodimlarini qo'g'daydiganligini va'da qilgan. Turkiyalik tanarketchilar Tokio 2020 miyipla olimpik tanarket musobaqasida medal sonini 15 ga ko'paytdi. Buning bilan Turkiyaning olimpik musobaqa tarixidagi medal sonini 38 ga yetkazdi. Tokio miyipla olimpik musobaqasining 10-kunida Golbol ayollar davlat komandasi Turkiyaga oltin medal elib keldi.